Assalomu alaykum azizlarim. Bugun sizlar bilan eko haqida to'liq gaplashib o'tamiz. Bugungi kunga kelib ekoga bo'lgan talab juda ham oshib bormoqda. Buni sababi nima? Va eko jarayoni o'zi qanday etaplardan iborat? Bu haqida sizlarda demak umumiy tushuncha bo'lishi uchun kimlarga ko'rsatga hisoblanadi va qaysi ko'rsatmalar orqali biz eko jarayonini qo'llashimiz mumkin juftliklarimizda va bularning hammasi haqida siz bilan batafsil ma'lumot berib o'taman. Men Usmanova Hilola Anvarovna, vrach reproduktolog, ginekolog, integrativ shifokor, 10 yillik tajribaga ega shifokorman. Bugun sizlar bilan demak eko haqida suhbatlashib o'tamiz. Eko, ya'ni ekstrakorporal urug'lantirish nima? Bu haqida sizda umumiy tushuncha bo'lishi kerak, chunki bu bizda O'zbekistonda qonun doirasidan qabul qilingandan so'ng bu amaliyotlar klinikalarda keng qo'llanib kelmoqda. Eko bu demak oddiy tilda aytadigan bo'lsak, ayol va erkak organizmidan tashqarida urug'lanish sodir bo'ladi, ya'ni laboratoriyada embriologlar tomonidan amalga oshiriladi. Vrach reproduktolog, ginekolog tayyorlagan holda va ba'zan demak erkaklik faktori bo'lganda urolog, androlog tomonidan ham demak amaliyotlar qo'llanilishi mumkin va bizni Sizona Volas klinikasida eko amaliyotlarni hamma demak bosqichlari to'liq ravishda amalga oshirilib kelmoqda. Demak eko bu qanday jarayon? Bu jarayonda ayol va erkak o'zini urug'lari albatta ishtirok etadi. Biz bilamiz O'zbekiston Respublikasida qonun doirasida hamda shariat tomonidan faqatgina erkak va ayol o'rtasida nikohi bo'lgan oilalargagina bu tavsiya etiladi. Bu jarayonga olinadi. Demak qonuniy o'sha kerak bo'lsa ZAGS guvohnomasi talab qilinadi. Yurist tomonidan ko'pgina do'govorlar beriladi, ularga baholaniladi va shariat tomonidan ham biz diniy qo'mitaga murojaat etganimizda oila nikohi bor oilalarga diniy qo'mita tomonidan demak fatvo berilgan domlamiz tomonidan. Shuning uchun ham biz qonuniy jihatdan va shariat tomonidan to'laqonli programmani ekoni amalga oshirishimiz mumkin bunda oilalarga. Eko qachon amalga oshiriladi? Buni asosiy ko'rsatkichlari bu ayollik va erkaklik sababli bepushtlik vujudga kelganda, ya'ni demak reproduktologiyada ayollarimiz va erkaklarimiz murojaat etishganda absolyut ko'rsatkichlar bor ekoni qo'llash uchun. Bu masalan deylik ayollarimizda bachadon naylarini bekik bo'lishi, o'tkazuvchanligini buzilish darajalariga qarab va yopiq bo'lishi bu asosiy birinchi ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Keyingi faktor bu demak erkaklik faktori bo'lishi mumkin. Bunda demak azospermiya holatlari, bunda demak erkaklarimizda ham demak tezak amaliyotlarini, mikroteziya amaliyotlarini qo'llagan holda urug'ni olib, undan keyingina biz eko jarayoniga ayol kishini olishimiz mumkin yoki juda ham demak morfologiyalari past bo'lganda, martestlar yuqori bo'lganda va tabiiy demak homiladorlik kuzatilishga to'sqinlik bo'lganda erkaklik faktori orqali eko programmaga olinadi. Va yana shunaqa bepushtlikni nimasi turi borki, bu immunologik bepushtlik deyiladi, ya'ni tabiiy yo'l bilan bachadon naylari ochiq bo'lishi mumkin, spermatozoidlar urug' yaxshi bo'lishi mumkin, lekin homiladorlik vujudga kelmaydi. Bu ya'ni immunologik bir-biriga nomutanosiblik deyiladi. Bunday faktorda ham biz eko jarayonini qo'llaymiz, ya'ni ekodagi X jarayoni hujayralarni demak o'sha tuxum hujayraga urug' hujayrani maxsus demak igna orqali urug'lantirishi orqali demak embrion hosil bo'lishi mumkin va yana keyingi qo'shimcha faktor bor. Bu avlodda qandaydir irsiy kasalliklar bilan tug'ilgan demak bolalar bo'lsa yoki bo'lmasam xromosom kasalliklari aniqlangan juftliklarimizda biz eko jarayonini qo'llaymiz. Nima uchun? Bunda biz genetik tekshirilgan sog'lom embrionni, sog'lom homilani olish maqsadida eko jarayonini qo'llaymiz. Chunki embrionni genetik tekshirib biz har xil irsiy kasalliklardan, masalan ko'p uchraydigan o'sha Down yoshi katta juftliklarimizda shunga o'xshash demak irsiy kasalliklarni mustasno qilgan holda sog'lom embrionni olib va sog'lom homiladorlikka erishish maqsadida eko programmasini qo'llashimiz mumkin. Keling endi sizlar bilan eko jarayoni qanday bosqichlardan iborat ekanligini oddiy qilib tushuntirib o'taman. Sizda tushuncha hosil bo'lishi uchun. Eko jarayoni demak bunda ayol va erkak juftliklarimiz ishtirok etishadi. Demak erkaklarimizda urug' foizi juda ham past bo'lganda yoki ayollarimizda qandaydir o'sha bachadon naylarida muammolar yoki reproduktologiya sohasida ko'rsatmalar bo'lganda biz bu eko jarayonini qo'llaymiz. Eko jarayoni demak bu asosan ikkita bosqichdan iborat bo'ladi. Birinchi
birinchi bosqich bu ayol kishini tuxum hujayralarini yetiltirish bosqichi, ya'ni hayzning ikkinchi kunidan kerakli bo'lgan gormon preparatlarini qo'llagan holda biz tuxum hujayralarini barcha borini yetiltirib olishga harakat qilamiz va bu birinchisi OPU, ya'ni tuxum hujayralarini yig'ish amaliyoti hisoblanadi va biz bu kunga erkagimizni ham taklif qilamiz juftligimizdagi va ular urug' topshirib berishadi va embriologlar o'sha kuni demak olingan tuxum hujayralarini urug' hujayra bilan chachishtirishadi, oddiy tilda aytadigan bo'lsak. Lekin shunaqa holatlar bo'lishi mumkinki, erkak kishida urug' faoliyati juda ham nol bo'lganda, nolga tushib ketganda, urug' chiqmaganda biz erkaklarda androloglarimiz tomonidan operativ yo'l orqali jarrohlik amaliyoti bilan tuxumni kesib ichidan urug' olish tezak amaliyotini o'tkazishlari mumkin va tuxum urug'lari olingandan keyin tuxum hujayra bilan demak laboratoriyada embriologlar tomonidan chachishtiriladi va bu demak o'sha umumiy og'riqsizlantirish demak asosida bo'lib o'tadi. Ayol kishi hech qanday og'riq sezmaydi. Og'riqsizlantirish jarayoni bilan amalga oshiriladi va demak ayol kishi bu paytda klinikada qolmaydi. Ya'ni narkoz tarqalgandan so'ng biz ko'rib, tekshirib, hammasini yaxshi qoniqarli holda ayol kishiga uyga javob beramiz. Va keyingi ekoni bosqichi bu transfer, ya'ni tayyor bo'lgan, hosil bo'lgan embrionni yoki bolachani oddiy tilda aytadigan bo'lsak 5 kunlik embrionni biz bachadon ichiga, matkani ichiga ko'chirib o'tkazish bosqichi hisoblanadi. Bu demak bosqichni ham reproduktolog shifokor qachon amalga oshirishni tanlaydi. Ya'ni ayol kishining gormonlarni holatiga, bachadonni ichki holatiga qarshi ko'rsatmalar bormi, yo'qmi, agar bo'lsa gastroskopiya, ya'ni bachadon ichi amaliyotlarini o'tkazgan holda ma'lum o'sha vaqtga yetganda biz bachadonni ichiga tayyor embrionlarni ko'chirib o'tkazamiz. Ana shunday bosqichlardan iborat bo'ladi. Demak, eko jarayoni amalga oshirilgandan keyin uni o'zini ko'rsatmalari bor. Demak, biz ayol kishiga albatta yozib tushuntirib beramiz. Chunki ko'plar o'ylashadi, to'g'ri, ko'p yillik kutilgan eko jarayon amalga oshirildi, juda ham katta finanslar ketdi deb va biz embrionni qo'ygandan keyin ko'pchilikda xato tushuncha bor. Avaylab ayol kishini yotib olishi mumkin emas. Chunki qancha qon aylanishi ayol kishi organizmida yaxshi bo'lsa, bachadonda qancha harakat ko'p bo'lsa, qon aylanishi normal holatda bo'lsa, embrionni birikish jarayoni yaxshi amalga oshiriladi va biz homiladorlik olamiz. Shuning uchun asosiy ko'rsatmalardan biri bu ayol kishini harakatda bo'lishi, ko'p suv ichishi va kerakli bo'lgan biz dietalarni beramiz albatta va eng muhimi yotib olish mumkin emas. Chunki harakatsizlik bo'lsa, ayol kishi oyog'ini ko'tarib yotib oladigan bo'lsa, ekoda natija olmasligimiz mumkin. Nabarot biz aytamiz, yurish kerakli deb transferni o'tkazgan zahotimizda embrionni ko'chirib o'tkazganimizda 20 minut, 15 minut biz olib qolishimiz mumkin. Undan so'ng demak piyoda yurishni biz maslahat beramiz. Ertalab va kechqurun 1 soatdan ayol kishiga piyoda yurishni maslahat beramiz. O'sha bachadonga homila yaxshi o'rnashib olishi uchun. Demak, ekoni demak afzalliklariga keladigan bo'lsak, bunda albatta bizda o'sha ko'rsatkichlar bo'lganda, ya'ni bunda o'sha ayol kishining turbalari qatnashmaydi ekoda. Ya'ni ular bormi, yo'qmi bu ahamiyatga ega emas. Ya'ni ko'rsatkich bo'lganda biz buni olamiz va keyin gormonlar stimulyatsiyasi albatta amalga oshiriladi. Ya'ni ekoda yaxshi natija bo'lishi uchun biz siz ona bo'lasiz klinikasida umumiy check-uplarni o'tkazgan holda, integrativ yondashgan holda biz bunga kirishamiz va demak ekoning afzalliklaridan biri yana aytib o'tganimdek yuqorida genetik tahlil orqali embrionni tekshiruvga bersak, sog'lom, har tomonlama irsiy nasliy kasalliklardan mustasno bo'lgan sog'lom embrionni, sog'lom homilani olishimiz mumkin va albatta sog'lom farzand tug'ilish ehtimoli juda yuqori bo'ladi eko jarayonida. Lekin ko'pchilik xalqimizda qo'rquv ham bor albatta, chunki noto'g'ri tushuncha bor. Bugungi kunga kelib hali to'liq yoritib berilmagan bu jarayon. Shuning uchun meni demak qabulimga kelgan juftliklarimizda ham ekoga ko'rsatma bo'la turib, ko'pgina yillarni yo'qotib kelishadi. Ya'ni o'zimizda tabiiy bo'lib qolar deb yil yo'qotishadi. Yil yo'qotilganning eng achinarli tomoni bu ayollarimizda tuxum zaxiralarini keskin kamayib ketishi. Chunki Alloh taolo ayol kishini shunaqa yaratganki, yil o'tgan sari tuxum
hujayralarning zaxirasi pasayib boradi. Bu har bitta ayolda fiziologik holat hisoblanadi. Klimaks davriga yetish va bu klimaks davriga yetish oldindagi 40-45 yosh emas, hozirgi kunga kelib juda ham yoshargan. Shuning uchun har bitta yo'qotilgan yil ayol kishi uchun bu juda achinarli holat bo'lishi mumkin, chunki sizda yo'qolgan tuxum hujayra zaxiralaringizni kamayib ketganda 5, 6, 7, 10, 15 yillab yo'qotib kelishadi. Ekoga ko'rsatma bo'la turib, biz eko bilan ham homiladorlik ololmaymiz, chunki tuxum hujayra keskin yo'qolganda va yosh o'tgan sari tuxum hujayralarining sifati ham pasayishi mumkin. Shuning uchun reproduktologlar uchun tuxum hujayrani bo'lishi soni bu brilliant bilan teng deb aytaman har doim. Uni biz hech narsa bilan paydo qilib bera olmaymiz. Shuning uchun albatta sizda agar to'g'ridan to'g'ri ko'rsatma ekoga bo'lsa, o'z vaqt soatida murojaat eting. Yana keyingi qo'rquvlardan biri bu ekoda gormon preparatlarini qo'llaganda xavfli o'simta kasalliklari paydo bo'lishi mumkin degan noto'g'ri tushuncha bor xalqimizda. Bu aslo noto'g'ri. Ya'ni sizda agar onkologiyaga moyillik bo'lsa, ekoni qo'llaysizmi, ekoga kirasizmi, buni umuman ahamiyati yo'q. O'sish moyilligi bo'lsa, shundoq ham ekosiz ham o'sib onkologiya hosil bo'lishi mumkin. Nabarot, u ekoga kelgan bemorlarimizda biz tekshiruv jarayonida o'zlari bilmagan kasalliklar birinchidan aniqlanadi. Bachadonni biz bo'ynini rak oldi holatlariga tekshiramiz, ko'krak bezlarini tekshiramiz, bosh miya, o'pka, hamma organlar tekshiriladi. Shunda agar bizda o'sha onkologiya kletkalariga moyillik bormi, yo'qmi, bu ham tekshiriladi. Agar sizda onkologiyaga moyillik chiqsa, albatta sizga demak gormonlar qo'llagan holda eko programma tavsiya etilmaydi. Bu programmaga kirmaysiz, istisno qilinadi. Lekin sizda qarshi ko'rsatmalar bo'lmasa, onkologiyaga moyillik bo'lmasa, biz bitta ikkita siklda gormon preparatlarini qo'llagan bilan sizda hech qanaqa onkologik kasalliklarga sabab bo'lmaydi. Shuning uchun eng katta qo'rquv va demak o'sha nimalardan biri xalqimizda bor, onkologiya kasalligini qo'rqmasdan ekoga murojaat qilishingiz mumkin, yillar va demak vaqtni yo'qotmagan holda. Demak, eko jarayoni muvaffaqiyatli chiqishi uchun albatta biz ayol va erkak kishini klinikamizda to'liq check-uplardan, tekshiruvlardan o'tkazgan holda olamiz va albatta ko'rsatmalar bo'lsa, biz programmaga olamiz. Agar ko'rsatma bo'lmasa, biz kelgan patsientlarimizni, bepushtlik bilan murojaat qilgan patsientlarimizni albatta tabiiy yo'l bilan homiladorlikka harakat qilib ko'ramiz. Doim ham keldingiz, sizni srazu ekoga olinmaydi. Ya'ni ko'rsatmalari bor o'zini absolyut va demak yondosh kasalliklarni hisobga olgan holda va biz klinikamizda to'liq ayol va erkakni tekshirganimiz, butun to'laqonli organizmni tekshirganimiz, qalqonsimon bez, oshqozon, ichak, jigar faoliyatlari, bosh miya faoliyatlarini tekshirgan holda biz demak kerakli bo'lgan yetishmayotgan vitaminlarni, nutrientlarni va makro elementlarni qoplagan holda programmaga kirsak, natija yaxshi bo'ladi. Ya'ni sizda demak mana uy qurganimizda ham men doim primer qilib aytaman, yaxshi qurilish mahsulotlaridan foydalansak, chiroyli, pishiq, yaxshi uy quramiz. Va ekoda ham xuddi shunaqa ayol va erkak to'laqonli yaxshi gormonal sistemasini to'g'rilagan holda vitaminlarni, mikroelementlarni, makroelementlarni qoplagan holda hujayra berishsa, ekoda ham yaxshi sog'lom embrion hosil bo'ladi. Va shu jarayonda biz ekoga ham yetib bormasdan tabiiy homilador bo'lgan demak paralarimiz ham klinikamizda bugungi kunga kelib juda ham ko'p va biz shunaqa tekshiruvlardan o'tkazgan holda demak eko jarayoniga olganimiz uchun bizda ekoni protsentlarini olib qaraydigan bo'lsak, statistika bo'yicha 60-66% ga ham chiqqanmiz. Eng yaxshi natija hisoblanadi bu dunyo statistikasi bo'yicha va albatta demak klinikamizga murojaat qilganingizda shunaqa ko'p holatlar aniqlanadiki, ayollarimizda bugungi kunga kelib ko'p uchrayotgan adenomioz, endometrioz, mioma, kista turli xildagi holatlar va bularni ham biz demak bularga to'g'ri yondashgan holda eko programmaga olishimiz mumkin va shunaqa ko'p uchrayotgan bugungi kunga kelib kasalliklardan biri endometrioz, bu o'sha tashqi muhitni zaharlanishi hozir ortib borayotgan bir davrda ko'p uchrab kelmoqda va buni demak haqida sizga to'liq yana ma'lumot berishimiz uchun keyingi videomizda ochib beramiz. Buni ekoga ta'siri ham juda ham katta. Sog'lom turmush tarziga va sotsial turmush tarzida ham ayollarimizda demak muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Albatta kuzatib boring va obuna bo'lishni unutmang. Bizni Instagram va Telegram kanallarimizga ham, chunki u yerda kunlik keysimizda uchrayotgan ginekologik kasalliklar bilan ham siz bilan va uchrab kelayotgan turli xildagi demak salbiy oqibatlar yoki eng yaxshi natijalarimiz bilan bo'lishib boramiz. O'zingizga juda ham muhim ma'lumotlarni olib
borasiz. Bu videoni oxirigacha kuzatganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Sizga foydali bo'ldi deb umid qilamiz. Agar savollaringiz sizda tug'ilgan bo'lsa yoki demak qandaydir o'zingizda o'xshash holatlar bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring.